Assalomu alaykum, hurmatli No'xat qarshi kanalning xatlari. Bugungi kunga juma kuningiz muborak bo'lsin. Juma o'qigan namozingiz qabul bo'lsin demoqchimiz. No'xat shahridan barizlarga chalg'inuvchi salom aytmoqchimiz. Bugun hozir tushdan keyingi Valtiran Qustar universiteti tanishlar, janob Soy like bosib kommentar yozganlar, hurmatli tuganlar. Barizlarga No'xat shahridan chalg'inuvchi salom aytamiz. Ketdik onda. Hurmatli tuganlar, birinchi finkaga keldik. Finka bankda 87 so'm 40 dollar, 90 so'm 50 euro, 115,5 rubl ekan, hurmatli tuganlar. İşten keyin shunday bo'lib qoldi. Ertang tushga chel ishlaydi banklar, daha ko'ramiz. Soy turmuza boshqa bankka ketdik. Notgonlar Islom banka keldik. Islom bankda 87 so'm 15 dollar, 92 so'm 70 euro, 1 so'm 15,5 rubl ekan. Notgonlar bu yerda de rubl so'mda ekan, qarangizlar. Rubl tushib ketdi, notgonlar. Notgonlar valyutalar qarab qo'yingizlar. Bu yerda 1 so'm 15 ekan. 5 dinara ayırması var. Notgonlar. Notgonlar Kırsan banka geldi. Kırsan bankada 87 so'm 32 dollar, 93 so'm 50 euro, 1 so'm 5,5 tane ekan. Bu yerda de rubl qarangizlar. Notgonlar. Kurslardı da. Kurstu da. Hurmatli tuganlar, Doskirda banka geldi. Doskirda bankda 87 so'm 32 dollar, 92 so'm 90 euro, 1 so'm 15 rubl ekan. Hurmatli tuganlar. 1 so'm 15 1 so'm 16 ko'ncha ko'rinmay turadi. 1 so'm 16 tiyin ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. 15 o'sha 16 bilmay qolibdir. Hurmatli tuganlar, biz Boqay banka keldik. Boqay bankda 87 so'm 32 dollar, 90 so'm 50 euro, 1 so'm 15,5 tiyin ekan rubl. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Bardilar birde ekan. Hurmatli tuganlar, shunday No'xat qarshi kanal sizlarni qo'shib, doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Ko'rishib sog'-salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ertaga Alloh nasib etsa 25-fevral kuni ko'rishamiz. Ertaga nasib bo'lsa inshaalloh. Saharda Valtiran Qustarni ko'rsatamiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ertaga banklar ishlaydi ekan biroq.